Siz ingliz tilini tez o'rganishingiz uchun avvalambor nima uchun o'rganayotganingizni aniqlab olishingiz kerak. IELTS olib o'qishga yoki ishga topshirmoqchimisiz? Balki ingliz tilini o'rganib chet elda maza qilib sayohat qilmoqchidirsiz. Bu videoda maqsadingizga qarab ingliz tilini qanaqa qilib o'rganish kerakligini tushuntirib beraman. Videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin esa o'zingizga mos keladigan rejani tuza oladigan bo'lasiz. Qog'oz ruchka oling, chunki kerakli joylarni note taking qilib, o'zingizga moslashtirib reja tuzib borasiz. Nafaqat tilni, balki istalgan narsani boshlashingizdan oldin nima uchun qilayotganingizni aniqlab olishingiz kerak. Shunda u ishni yakunlashingiz va o'sha ishda stabil shug'ullanishingiz ehtimoli ortadi. Erinib, nima qilaman o'zi, nimaga kerak bu narsa deb qolgan paytlaringizda aniq sabablaringiz bo'ladi. Shuning uchun nima uchuningizni bir varaqqa yozib, ko'zga ko'rinadigan joyga yopishtirib qo'ying. Bu varaqda 4 ta savolga javob yozib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi. Birinchisi, nima uchun ingliz tilini o'rganmoqchiman? Ingliz tilini o'rgansam hayotimda nima o'zgarish paydo bo'ladi? Menga ko'proq qaysi mahorat kerak? Speaking, writing, listening or reading yoki hammasimi? Agar bahona qilmasdan, real ko'z bilan qaraydigan bo'lsam, bir haftada ingliz tili uchun necha soat vaqt ajrata olaman? Dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, ko'pchilik ingliz tilini sayohat qilish, yaxshiroq yoki yuqoriroq lavozimda ishlash, universitet o'qishga kirish uchun o'rganadi. Misol uchun, men agar ingliz tilini ishga kirish maqsadida o'rganadigan bo'lsam, nima deb yozgan bo'laman? Nima uchun? Ish uchun kerak. Job interview, CV, elektron pochta, job application va hokazolar uchun kerak bo'ladi. Nima o'zgaradi? Ko'proq ish o'rinlariga topshira olaman. Lavozimim ko'tariladi yoki xalqaro kompaniyalarda ishlash imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Qaysi mahoratlar kerak? Speaking, writing and reading. Haftasiga qancha vaqt ajrata olaman? Kuniga 30 daqiqa ajrataman, haftada 3,5 soat. Mana endi sabablaringiz aniq bo'lgandan keyin ularga moslab maqsad qo'yishni boshlaysiz. Agarda sizga speaking muhimroq bo'ladigan bo'lsa, men ingliz tilida ravon gapiraman. I got a bunch of stuff going on. There's this thing I got to do. Any other night would have been great. Darn it to heck. deb maqsad qo'ymang. Chunki maqsadga erishish ehtimoli yuqoriroq bo'lishi uchun ularni 4 ta xususiyati bo'lishi kerak. Birinchisi specific, ya'ni aniq. Ikkinchisi measurable. Erishyapsizmi? Yo'qmi? Erishsa bo'ladimi? Uni qanaqadir bir o'lchami bormi? Yo'qmi? Shuni aniqlaydigan measurable hisoblanadi. Uchinchisi realistic, hayotiy, noreal bo'lmagan maqsadlar bo'lishi kerak va to'rtinchisi time based, aniq vaqt belgilangan bo'lishi kerak. Shunda maqsadingizga erishish imkoniyati ancha yuqoriroq bo'ladi. Misol uchun, 4 hafta ichida ingliz tilida shaxsiy rivojlanish mavzusida 8 ta podkast eshitaman yoki ko'raman. Bu maqsad aniq, chunki sonni ham belgiladik. Aynan qaysi yo'nalishdaligini ham biz belgilab oldik. Va o'lchasa bo'ladimi? Albatta, chunki nechtaligini aytdik. Nechta podkast eshitishimizni yozdik va haftasiga nechtadan to'g'ri kelishini ham bildik. Uchinchisi, noreal emas. Haftasiga bemalol 2 ta podkast eshitib tugatsak bo'ladi. Vaqt ham belgilangan 4 hafta. Keyingi qadamda esa podkast qanday eshitish kerakligini ham aytib o'taman. 3-qadam, o'rganishni o'rganing. Nima degan deb hayron bo'lasizmi? Ha, ingliz tilini o'rganayotganimizda ustozlarimiz bizga qanday vazifa bersa, o'sha vazifani o'zi bilan cheklanib qolamiz. Ya'ni darsdan oldin yarim soat yoki 1 soat oldin qolganda o'sha vazifani bajarib, bo'ldi darsga kirsam bo'ldi deb o'ylaymiz. Lekin bu yaxshi usul emas. Siz kun davomida ingliz olamida yurishingiz kerak. Atrofingizni ingliz tili bilan o'rab oling, qamrab oling. Siz kunida misol uchun eshitishingiz mumkin podkastlar, musiqa yoki qanchadir kino, ovqatlanayotgan paytingiz nimadir ko'rib o'tirishingiz mumkin. Ingliz tilini haftasiga 3 marta 1 soatdan darsga kirib o'rganish imkoni bo'lganida hammamiz ingliz tilini bilgan bo'lardik. Lekin buni o'zi yetarli emas. Ba'zi o'quvchilarda shunday bir noto'g'ri tushuncha bor. Ustoz vazifa bersa, o'sha vazifani bajarsa bo'ldi deb o'ylashadi. Ingliz tilini o'rganib qoladi deb o'ylashadi. Yo'q, asli bunday emas. Sizga vazifa berilyapti, o'sha vazifani siz qanchalik o'zlashtira oldingiz, qanchalik amalda ishlata olyapsiz. Shu narsani ko'rishingiz kerak. Buning uchun albatta amaliyot kerak bo'ladi. Misol uchun tasavvur qiling, siz yangi mavzu o'rgandingiz. U mavzu Beresbera haqida bo'lishi mumkin. Bor mavzusi, qayerdadir nimadir borligi haqida gaplashyapsiz. Darsni o'rgandingiz, o'zlashtirdingiz. Endi o'zingizga o'z savol bering. Shu mavzuni endi men qanaqa qilib ishlata olishim mumkin? Qanaqa holatlarda shu mavzudan men foydalanaman real hayotda? deb savol bering va shunaqa hayotiy vaziyatlar tuzib chiqing, yarating. O'sha olam ichiga tushing. Agar shu mavzu haqida gaplashadigan bo'lsak, e'tibor bering. Atrofingizda nimalar bor? Ko'chaga chiqing. Ko'chada nimalar bor? O'sha o'rgangan mavzungizni imkon qadar qo'llashga, ishlatishga harakat qiling. Ingliz tili bu faqatgina ma'lumot qabul qilishni o'zi emas, balki o'rgangan ma'lumotingizni qo'llash, amalda ishlatish haqida. Qancha ma'lumot olasiz, o'sha ma'lumotni imkon qadar ko'proq ishlatib, amalda qo'llashga harakat qiling. 4-qadam, haftalik reja tuzish. Video boshida biz nima uchun o'rganishimiz kerakligini aniqlab oldik, sabablarni yaratdik, maqsadlar qo'ydik
va qanaqa qilib o'rganish kerakligi haqida ham oz-moz bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldik. Endi esa maqsadlaringizga erishish uchun haftalik reja, taktika tuzamiz. Haftaning bir kuni, misol uchun yakshanba, bozor kuni deyshadi xalqimiz orasida. Bu kunda siz hafta davomida ko'rmoqchi bo'lgan kontentlaringizni yig'ib olasiz. Kino bo'lishi mumkin, qiziqarli bir seriallar bo'lishi mumkin. Dushanba bitta podkast eshitaman. Podkast eshitishdan oldin o'zingiz darajangizga mos keladigan podkast topishga harakat qiling. Darajaga mos keladigan kontent qanaqa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Eshitganingizda 70-80% tushunsangiz, demak bu podkast siz darajangizga mos. Nima uchun 90 yoki 100% tushuna oladigan podkast eshiting demayman. Chunki podkastingiz biroz qiyinroq bo'lishi kerak. Shu qiyinroq bo'lgan paytda siz undan nimadir ola olasiz. Shuning uchun 70-80% oralig'idagi siz tushunishingiz mumkin bo'lgan podkast oladigan bo'lsangiz, uni nafaqat siz tushuna olasiz, balki undan yana nimadir yangi narsa ham olishingiz mumkin. Shunisi tabiiyki, agar podkastni siz agar 100% hammasini tushuna oladigan bo'lsangiz, siz yangi narsa o'rganmaysiz. Darvoqe, podkast eshitayotgan paytingizda sizga notanish bo'lgan, yangi bilmaydigan so'zlaringiz bo'lib qolsa, uni yozib olasiz. Va keyingi podkastlarda agar u so'z ishlatilsa, siz bilasiz qanaqa ma'noda ketayotgan. Bu so'zni kontekstdan o'rganish bo'ladi. Eslaysizmi? Oldingi videomizda shu haqida gaplashgandik. Kontekst asosida o'rganish. Inson miyasi qaysidir so'zni shunchaki tarjimasini ko'rish orqali emas, balki o'sha so'z qanaqadir bir holatda yoki bir vaziyatda ishlatilinsa, gaplar orasida ko'rsa, eshitsa, ko'rsa, o'sha so'zni eslab qolish yanada osonroq bo'ladi. Mabodo qiziq tuyulsa, bemalol mana bundan o'tib ko'rishingiz mumkin deb bundoq qilsa qo'yib yuborishadi tepadan. Kerak bo'lsa ko'rib oling. Bu videodan keyin albatta. Endi esa keyingi kunga seshanba kuni o'tamiz. Bizga writing ham kerak, shu sababdan seshanba kuni biz job application letter yozib ko'ramiz. Agar yozib bilmasangiz, bemalol shu haqida video ko'raman deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Darajangiz past bo'lsa, shunchaki o'rtog'imga xat yozaman deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Muhimi yozish. Chorshanba kuni IELTS reading ustida ishlaymiz. True, false yoki not given ustida ishlasangiz bo'ladi, yoki boshqa turdagi reading mashqlarini ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. Readingda ham xuddi listening kabi 80% tushuna oladigan readingingiz olasiz. Agar u 100% bo'ladigan bo'lsa, hech narsa yangi narsa olmaysiz. Agarda juda foizi kam bo'ladigan bo'lsa, hech narsa tushunmay qolasiz. Shu sababdan tushuna oladigan turdagi bir reading olasiz. Va undan keyin reading bajarib ko'rasiz, natijasini olasiz va u natija ustida biz keyinroq ishlaymiz yana. Ya'ni haftaning ikkinchi qismida bizga natijalar kerak bo'ladi. Payshanba kuni biz dushanba kuni eshitgan podkastimizni yana boshqadan eshitib ko'ramiz. Agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha podkast yana boshqadan ko'rasiz. Chunki yangi so'zlarni yozib olgandingiz, esingizda bor, yangi so'zlarni. Va o'sha so'zlarni endi rostdan ham siz tushuna olyapsizmi, yo'qmi? Gaplashishganda, spikerlar gaplashganda o'sha so'zlar ishlatilayotganini sezyapsizmi, yo'qmi? Shu narsani tekshirib olamiz. Podkastni qayta eshitishimizdan sababi orada biz 3 marta uxlab turdik va o'rgangan so'zlarimiz miyamizga singan bo'ldi va u so'zlarni endi tanib kontekst ichida ko'ramiz. Tushuna olamiz. Juma kuni seshanba kuni qilgan ishingizni takrorlaysiz. Yozgan xatingizni ChatGPT ga baholatib, maslahat so'rang. Va u albatta sizga nima ustida ko'proq ishlashingiz kerakligini, xatolaringizni va shu bilan birga feedbacklar beradi. Ya'ni maslahatlar beradi. Tavsiyalarni eshitib bo'lganingizdan keyin juma kuni yana boshqatdan xat yozishga urinib ko'rasiz. ChatGPT dan kerakli maslahatlarni olib bo'lganingizdan keyin o'sha mavzuga yaqin yana bir boshqa xat yozishga urinib ko'rasiz. Va aynan o'sha kuni yozishingiz kerak. Juma kuni boshqa kunga o'tib qolmasin. O'rgandingiz, maslahatni oldingiz va endi qanchalik tushunganingizni o'sha kunning o'zida boshqa xat yozib tekshirib ko'rasiz. Shanba kuni, chorshanba kuni qilgan readingingizni boshqatdan qilishga harakat qilib ko'ring. Bu yerda asosan siz analiz qilasiz. O'rgangan so'zlaringizni endi rostdan tushunyapsizmi? Xato qilib qo'ymaysizmi? Qanchalik o'sha savollarga to'g'ri javob topa olasiz. Va haftaning so'nggi yakshanba boya aytganimizdek yig'im-terim kuni. Keyingi haftaning rejasini tuzib, nimani qachon qilishingizni belgilab olasiz. Agar sizga boshqa mahoratlar ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, bu shablonni o'zingizga moslab oling. Asosiysi bitta ko'rgan kontentingiz, bitta shug'ullangan mashqingizga 2-3 kundan keyin yana qaytib kelishingiz kerak bo'ladi. Shunda siz birinchi ma'lumotni oldingiz va o'sha ma'lumotni qanchalik siz eslab qoldingiz, qanchalik yangi so'zlarni o'rganib oldingiz. Shu narsani keyin tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa shart. Agar bu shablonni yuklamoqchi bo'lsangiz, video tavsifda havola bor, uni bosib, o'zingiz yuklab oling va bemalol o'zingizga moslashtirsangiz bo'ladi.
Bunday jadval ingliz tilini kamdan kam, lekin doimiy o'rganishingizga yordam beradi. Eng muhimi, atrofingizni ingliz tili bilan o'rab olib, ta'limga oid bo'lmagan ma'lumotlarni ham ingliz tilida qabul qilishingiz. Bizning maxsus ilovamiz esa sizga aynan shunday imkoniyatni beradi. Albatta, ilovada undan tashqari bir talay qulayliklar bor. Serial ko'rinishidagi video darslar tayyorlangan. POV formatdagi bunday darslarni siz shunchaki tomosha qilmaysiz, balki o'zingiz ham qatnashasiz. Okay, listen, not professor, just Mr. Ozam, okay? So, next word is statue. And which category is it? Podkastlarga kelsak, beginner bo'lsangiz, unda darajangizga mos podkast topishingiz qiyin bo'ladi. Lekin ilovamizdagi level podkastlar orqali bu ham muammo bo'lmay qoladi. Kinoni yanada yaxshiroq tushunib ko'rishingiz uchun Teacher Azam va maxsus mehmonlarimiz sharhidagi kino izoh rukni bor. Bu videolarda siz kinolarni ingliz tilidagi subtitr bilan ko'rasiz. Film orasida spikerlarimiz sahnalarni sharhlab, u epizodda nimalar bo'lganini muhokama qilishadi va murakkabroq so'z va gaplarni tarjima qilib tushuntirib berishadi. Mana shunday muhit ichida ingliz tilini o'ynab o'rganmoqchi bo'lsangiz, video tavsifdagi havola orqali o'tib, ariza qoldiring va bepul konsultatsiya hamda demo darsimizni qo'lga kiriting. 5-qadam: rejani qayta ko'rib chiqish va moslashtirish. Reja tuzib, uni ishlatish boshlaganingizdan keyin har 2-3 haftada uni tekshirib turing. Qanchalik ishlayapti? O'zi ishlayaptimi, yo'qmi? Shu narsani bilishingiz kerak. Nima uchun yaxshi ishlayapti? Nimasi yoqmayapti? Siz zeriktirib, bezdirib qo'ymayaptimi? Boshda qo'ygan maqsadlaringizga yaqinlashtiryaptimi yoki yo'qmi? Ya'ni boshda belgilaganimiz ish kerak edi. Job application va hokazolar. Shu narsalarni o'rganyapsizmi, yo'qmi? Shu narsani biling. Keyin esa rejangizni shunga qarab moslashtirasiz. Agar ish bermayotgan bo'lsa, internetdan yangi texnikalar olib, o'rnini almashtirasiz bo'ladi. Xullas, o'z hayotingizni o'zingiz hal qilasiz. Shu bilan bo'ldi. Videomiz agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, izoh yozib qoldiring. Kimga manfaatli deb o'ylasangiz, jo'natib qo'ying.